Yo, hammaga salom do'stlar. Bu Shohjahon 230 kanali va sizlar bilan men Useyman va bugungi videoda mana shu odamcha bilan Ender Dragon'ni maqta etishga, ya'ni ikkinchi qismini olamiz. Tushungan bo'lsanglar kerak. Hozir albatta Ender Dragon'ni portaldan qidirib yuribman. Uzoq vaqtdan beri qidirardim. Mana o'zi Eye of Ender'dan otdim va ana shu yoqqa kelib tushdi. Tak endi yana bitta otsak o'zi kelib qolgandir. Mana u pastga tushdi. Eye of Ender, endi pastga tushamiz. Tak ana shu yerdan ko'rlasam, qayerdan ana shu yerdan ko'rlaymiz. Böyle tushyapmiz. Jonim ketib qoldi. Böyle pastga tushamiz. Xo'sh. Bo'ldi, ana shu yerda böyle topdim bo'ldi. Endi xo'sh, portalli xonani qidirishga davom etamiz. Osonda menimcha kerak emasmi? Olamiz. Tak endi ketdik. Mashina yashashimiz kerak. Tak bolalar bu yerdan beri qidirib yuribman, lekin mana bolalar уже men Ender Dragon onlay kiyganman va o'ldirishga hali ham harakat qilyapman. Bolalar hozir men Ender Dragon'ni kristallarini sindirib bo'ldim va o'ziga zarba bermoqdaman. Nimaga tegmaydi? Shuncha paytda meni o'ldiryapman. Tak bolalar Ender Dragon hozir o'ladi, ya'ni qittigina jon ketyapti. Tak bola jonni oldi. Bola ko'rishinglar mumkin. Ayolda kristallarni 10 ta kristalni sindirganman bolalar. Uni ko'rsatib kelmadi. Taxminan yarim soatcha vaqt ketdi. O'sha ko'rsatib kelmadi. Ya'ni stop qildim desam ham bo'ladi. Endi Ender Dragon'ni o'ldirishga qaror qildim va tez nima qilamiz? Va shu payt sizlar obuna va like tugmasini bosib pastga tushib albatta bosib qo'yishinglar kerak. Mening maqsadim mart oxirlarida 200 obunachiga yetish. Shu maqsadni qoldirmagan holda obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Tak bolalar mana o'ldiryapmiz. Biz yarim jonni oldik. Xo'sh, tezda mana o'zi qittigina jon voy. Bitta kelib qo'yinsa o'sha o'taylik. Yo'q qoldi. Bolalar bu ham manya zambarakka o'xshagan bitta narsa otadi. Otib shunchaki flayt degandek. O'ldiramiz. Yana bitta zarba. Oy, bitta zarba. Tamom. Endi Dragon mahv etildi va bolalar mana darajasi tushdi. Darajasi tushganda biz asliqlarni ta'mirlab olamiz. Va bugun men qattiq harakat qildim desam ham bo'ladi. Tak bolalar men optlarni olib albatta portalga sakradim. Tak bolalar subtitrlarni o'qish albatta ajoyib, lekin bolalar bizni oldinda ko'p narsalar kutib turibdi. Tak birini o'tkazib olsak ham bo'ladi. Tamom. O'tkazamiz. Tak bolalar oddiy olamga qaytyapmiz bolalar. Xo'sh, mana qaytdik. Böyle bolalar shu joygacha ko'rganlar uchun atishiy rahmat. Kanalga obuna bo'lib like bosing. Atishiy hammaga xayr.